har bir jamiyat, har bir davlat ziyolilari, olimlari, oydinlari oldida katta mas'uliyat bor. Bu ham bo'lsa jamiyatning hayoti davomida. Men bir oila yo bir inson demayapman, jamiyatning hayoti davomida muammolar, yuzaga kelgan muammolarga ko'proq urg'u berish. Agar aqlliroq odamlar ko'p bo'lsa, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan muammolar bilan ishlash kerak-da. Loqal biz hozir yuzaga kelgan muammo bo'yicha topshiriq bermasak, faqat o'quv jarayoni bilan shug'ullansak, menimcha bu xiyonat hisoblanadi. Sabab bugun raqamlarda jamoat tashkilotlarining chiqishlarida 30%dan ko'proq hattoki oilalar barbod bo'lyapti. Ajrim deganda bu bir chiroyli so'z emas-da, bu bunaqa adabiy so'zlar bilan emas, bu bitta oila barbod bo'lyapti. Boringki bolalar yetim qolyapti. Jamiyatning norozi odamlari ko'payyapti. Pirovarda iqtisodiy qiynalgan qatlam vujudga kelyapti. Ko'p murojaatlar bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik haqida, boquvchimni yo'qotganman degan so'z meni larzaga olib keladi. Hech bir oila, hech bir ota-ona farzandida shunaqa muammo bo'lishini xohlamaydi. Qiz taraf ham, kelin taraf ham, kuyov taraf ham. Shuning uchun men topshiriq berdim, haqiqatan ham jamiyatdagi bu muammolarni o'rganish. Nimaga? Bir yilda o'rtacha 5% ga ajrimlar ko'payib boryapti hozir. Yildan yilga 5% dan ko'payib boryapti. Bilasizmi, buni birtasi ham buni dunyo larzaga keladigan narsa-da, bu oilalarimiz. Shuning uchun olimlar ishlashi kerak. Bizlar o'rganib qoldik. Nega oila ajrim bo'layapti? Nega yoshlar bir-birini tushunmayapti deganda nima deydi? Shtampovka gaplar. G'arb madaniyati bizga kirib kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlar juda rivojlanib ketdi. Seriallar o'zini ishini qilyapti. Hokazo. Ya'ni aybni faqat yoshlarga to'nkashga o'rganib qoldik biz. Yo'q. Bu yerda boshqa masalalar bor. Endi bu bizning fikrimiz. Ya'ni mana taraqqiyot degan tushuncha bor. Taraqqiyotni ko'proq nima bilan bog'lashadi? Davlatning geografik joylashuvi bilan, dengiz bo'yida joylashgan yoki tabiiy boyliklari bilan yoki inson resurslarining sifati bilan. Lekin asosiy omilga e'tibor kam qaratiladi. Bu ham bo'lsa, har bir davlatdagi davlat va jamiyat institutlarining samarali ishlashi. Institut deganda bu ta'lim muassasasi aytmayapman. Oila bu bir institut, mahalla bu bir institut, sog'liqni saqlash bir institut, ta'lim bir institut va hokazo. Ya'ni shu institutlarning nechog'lik ishlashi. Tan olish kerak. Har qanday bahsga men tayyorman. Oxirgi 9 yilda O'zbekiston davlatchiligida juda katta ijobiy voqeliklar sodir bo'ldi. Yangi O'zbekistonga qarab boraymiz g'oyasi ostida davlatimiz rahbari barcha sohalardagi tugunlarni yechib berdilar. Marhamat, mana Alini maydoni. Ishlang, tadbirkorlik qiling, dunyoga chiqing, erkin bo'ling, so'z erkinligi ham hamma masala bo'yicha berildi. Jamiyat bundan qanchalik foydalandi? Agar jamiyat institutlari, davlat institutlarining bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanganda edi, hozirgi ajrimlar bu darajada bo'lmasdi. Bu bitta muammo hali bu. Ajrimlar bu katta muammo. Shuning uchun birinchi masala bu o'sha institutlarda samarali ishlayaptimikin degan savol. Ikkinchisi, bugun bizning talqinimizda eng asosiy masalalardan biri farzand va ota-ona, kelin va qaynona-qaynota, kuyov va qaynona-qaynota o'rtasida bir men hali eshitmaganman joyda bu bizning talqinimizdagi bir muammo kelib chiqdi. O'zga avlod vakillari bo'lib qoldik. Avvalgi chiqishlarimizda aytganmiz, sun'iy intellekt bo'yicha chiqishimizda aytganmiz. Bir taraqqiyot siklida 30 ta 40 ta avlod yashagan. Undan ham ko'p yashagan. 300-400 yilda bitta o'zgarish bo'lgan. Keyin 100 yil, keyin 50 yil. Hozir bitta avlodning ichida juda o'zgarish ko'p bo'ldi. Buni qanday oddiy so'z bilan aytsa bo'ladi? Bizlar X avlod vakillarimiz. Endi rasmiy emas bu kitoblarda, rasmiy yozilmagan bilan bu degani bizlar hali texnologik to'lqin, texnologik taraqqiyot davrigacha tug'ilganmiz. Bizda hatto bizning davrimiz, mana bizning yoshimizdagi davrda ham
bir mashinani 30-40 yil haydalgan, har narsani avaylab ehtiyot qilingan, texnologik o'zgarishlar bu darajada bo'lmagan, internet bo'lmagan davrda biz maktabni tugatdik. Undan keyin sekin kechdi. Biz bilan bizni farzandimizning farqi bor-da. Bular zoomerlar, Z avlod vakillari bular. Bular raqamli dunyoda dunyoga keldi. Raqamli dunyoda dunyoga keldi. Raqamli dunyoda yashayapti. Haqiqatan bu ko'radi Instagram, haqiqatan ko'radi bu serialni. Baribir televizor tomosha qiladi bu. Qaysi birini taqiqlaysi yo'q. Ularga to'g'ri borish kerak. Nima choralar qilish kerak? Biz hammamiz o'rganib qoldik tanqidni aytishga. O'zimda ham aybim bu. Yechim haqida gapirish kerak. Xo'p, nima qilamiz? Qilganda ham Surxondaryoda nima qilamiz? Vodiyda qilingan chora-tadbir bilan hudud nuqtai nazaridan farq qiladi. Yo Samarqandda, yo Qoraqalpog'istonda boshqacha tadqiqotlar bo'lishi kerak jamiyatshunoslik borasida. Surxondaryoda boshqacha. Bu uchun etnogenez, tarix hammasini o'rganish kerak-da. Nima qilish kerak bunday vaqtda? Bernard Shouning bir fikri bor. Men tanigan insonlar orasida meni eng ko'p tushunadigan mening tikuvchimdir deydi. Nimaga? Ko'proq ayollar bunga yondashadi, lekin o'sha davrlarda erkaklar ham bunaqa tayyor kostyum-shimlar, tayyor smoking kiyimlarda bo'lmagan do'konlar tiktirgan. O'zi bu to'g'ri ish bu. Ya'ni Bernard Shaw aytayaptiki, meni eng ko'p tanigan insonlarimni tushunadiganlari bular mening tikuvchim. Nimaga? Har safar borganda yangidan o'lchak oladi. Mendagi tanadagi o'zgarish, to'lishish, ozish, bo'ybast hammasini qayta o'lchaydi va o'zgarishni anglaydi. Lekin boshqa hamma men haqimdagi fikri ham, menga qarashi ham eski o'lchamlar bilan. Biz o'g'limizga o'sha yosh vaqtidagi munosabat saqlanib qolgan. Mana shuni ushlab turishimiz kerak. Uni eshitmaslik. Yo qizga ham, yo kelinga ham, qaynona kelin munosabatiga ham nafaqat 50 yil, 10 yil oldingi munosabat qilib bo'lmaydi hozir. Yangi uslubini o'ylab topish kerak. Yangi yechimlar, unga qanday qilamiz degan savol tug'iladi. Misol keltiraman. Amerika Qo'shma Shtatlarida harbiylar orasida muammolar ko'paydi. Ma'naviy muammolar ko'paydi. O'z jonini qadrlamaslik holatlari kuchayib ketgandan keyin nima qilishni bilmay qoldi. Davlat shug'ullanadi bu ish bilan. Grantlar e'lon qilindi. Qanday grant? Armiyadagi shu holatni bartaraf etish uchun nima qilmoq kerak deb universitetlarga, ilmiy tadqiqot institutlariga pul va'da berib, taklif kutishdi, grant e'lon qilishdi. Loyihalar beringlar, nima qilaylik? Hammasi tadqiqot, o'rganish. Men buni shu kuni kecha tarix fakultetini dekani shogirdim bilan shuni gaplashdik shu masalani. Nima qilishdi grantga? Oxiri yuzlab xulosalarning ichiga bitta xulosaga kelishdiki, bu muammoning asl sababi tarbiya tizimida erkaklar ishtirokining kamligi. Oilada ko'proq erkak ishda bo'lgan, migrant bo'lgan, ayol shug'ullangan, bog'chada ayol shug'ullangan, maktabda ayol shug'ullangan. Muammo bilan, bola bilan, o'g'il bilan ham. Undan keyin u armiyaga borgandan keyin o'sha muammolarga duch keldi. O'zbek jamiyatidachi hamma ham shu armiyaga xizmat qilmaydi hozir. Bu muammo oila qurgandan keyin yuzaga chiqyapti. Nima degani bu? Bu degani universitetlar, ilmiy tadqiqot institutlari, mana men shunaqa loyihani e'lon qildim hozir. Nimaga erkaklar maktab ishlamaslik kerak? Nimaga biz loqal talabalarga yo universitetga o'qimaydigan xohlovchi yigitlarga erkaklar maktabi kurslarini ochmasligimiz kerak? Tariximizda haqiqiy erkaklar qanday bo'lgan? Mard, jasur, vatan posbonligi borasida, vatanni muhabbati, uni himoya qilish borasida ular qanaqa bo'lgan? Jaloliddin Manguberdining nomini biladi yoshlar hozir. Bilsa, jasorati kim bilan kurashgani, nima sababdan, qanday oxiri nima bilan yakunlanganini hamma ham bilmaydi. Yoki Amir Temur bobomizni. Hamma ham o'qiganmi Temur tuzuklarini? Qanday bo'lgan buni hammasi? Bu zamin sotqin millatlarda zamini bo'lmagan. Bu zamin mardlarda zamini bo'lgan, bo'ladi ham, bundan keyin ham bo'ladi. Hozir ham shunday bo'lishi kerak. Shuning uchun erkaklar maktabi loyihasi, kurslar, o'qitishlar, o'sha asarlarda o'qitib, harbiylarni chaqirib, davlat ishlarida muvaffaqiyatga erishganlar, yirik tadbirkorlar, hokazo, hokazo, zo'r oila qilganlar, farzandini zo'r kamolotga yetishtirgan otalar, ularni olib kelib,
nazariy kitoblarini olib kelib, Oksforddan, Kembridjdan zo'r hozirgi zamonaviy asarlarni tarjima qildirib ularga berib, bu birinchi yo'nalish. Ikkinchisi otalar maktabi. Ota qanday bo'lishi kerak? Men endi erkakdan boshlaganim. Bilasiz, biz onalarni mo'tabar deymiz. Bizda shunaqa, dunyoda shunaqa onani mashaqqati juda bisyor. Tug'ilguncha, tug'ilgandan keyin, lekin bitta qonuniyat bor-da. Nimaga onani shuncha ulug'lanadi? Farzand 9 oylik ona qornida bo'lgan davrini, boringki 5 yoshgacha eng qiyin davrini eslolmaydi-da. Ya'ni ona uxlamay uni katta qilgan, uyqusini bir kechada 20 marta buzgan. Shunday katta yukni ko'tarib yurgan, o'limni bo'yniga olib uni dunyoga keltirganni bola eslolmaydi-da. Shuni eslatib turish uchun ko'proq onang deb turamiz biz. Lekin butun umri mobaynidagi sahna ortidagi bir soya bor, sahna ortidagi bu qahramon bor, bu ota bu. Butun hayotini xavf ostiga qo'yib, to'g'ri, bolani boshini silamasligi mumkin. Lekin dushmanga qanday zarba berishni ota o'rgatish kerak-da. Shundayki otalar maktabi, onalar maktabi, qaynona, qaynotalar maktabi, kelinlar maktabi. Ana shunaqa maktablar kim uchundir bu kulgili tuyulishi mumkin. Yo'q. Men o'ylayman, universitet talabalari 100% agar oilasi muvaffaqiyatli kechsa, shuni hisobiga ajrimlar soni 2-3 barobarga kamayib ketadi. Chunki hozir qamrov 50%. Universitet bilan qamrov O'zbekistonda 50%. Bu degani har jamiyat a'zosini ikkitadan bittasi universitetda o'qiyapti. 50% shu muammoni barham qilsak, qolganlarga ham zanjirli reaksiya ta'sir qiladi, kamayadi. Bugun har kim o'ylashi kerak bu haqida. Men ko'proq psixolog ayollardan, din xodimlaridan, olimlardan shuni xohlayman. Hamma o'zini konsepsiyasini ishlab chiqsin. Mana men o'zimning fikrimni aytdim. Avlodlar o'rtasidagi nomutanosiblik raqamli dunyo yosh vakillari bilan ungacha bo'lgan. Bizdan yuqori avlod kelmayapti, to'g'ri kelmayapti. Shuni muvofiqlashtiradigan, o'rtaga turadigan, bir-biriga joylashtiradigan mexanizm, o'quvlar, kurslar, loyihalar tashkil qilish kerak. Ikkinchisi, jamiyat institutlarining ish samaradorligi, davlat institutlari davlat tomonidan yaratib berilgan sharoitga yetib olish kerak, undan oldinda yurish kerak. Ming afsuski sharoit yaratildi. Aksariyat yo'nalishlarda, sohalarda iste'molchilikning natijasi bugun ta'limga ham, oila institutiga ham, jamiyatdagi boshqa qusurlar hammasiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Yaxshi ishlar ko'p. Yaxshini o'zi kim gapirsa gapiraversin. Lekin domlalar, peshvolar, ziyolilar muammolar haqida gapirish kerak, muammolarni hal qilish kerak. Yo'llar ochilishi kerak. Ilk insoniyat paydo bo'libdi, davlatchiliklar paydo bo'libdi. Ba'zi davlatchiliklar 5000 yil deymiz, mana o'zimizda 3000 yil deymiz. Paydo bo'libdimi? Olimlar oldidagi eng katta mas'uliyat va vazifasi shu. Tahsil berishga, tarbiyani qo'shishdan maqsadim shuki, jamiyat sog'lom bo'lishi kerak. Fozil odamlar ko'p bo'lishi kerak, ziyoli odamlar ko'p bo'lishi kerak. Aytishadi-ku, bitta mahalla bor. Mahallada bir olim yashasa bu yaxshi. Agar bo'lmasa bitta olimni ko'chirib kelinglar. Bitta olimni uy olishiga yordam beringlarda, mahallaga ko'chirib kelinglar. Siz ishda bo'lasiz, chiqib ketgan o'g'lingiz salom bermasa to'xtatib olim gapiradi-da. Bolam salom beradilar. Bolam ko'chadagi mana bu axlatni olib yoqqa qo'yadilar. Toza saqlaydilar. Mana uni yoki bir to'y bo'ladi, boshqa tadbir bo'ladi. O'shanda kimgadir ibrat bo'ladi-ku. Hammani yig'ib ko'chani obod qilib qo'y deydik. Unda ko'p juda kimni qayerga o'qishiga maslahat beradi-ku. Soha egallashiga maslahat beradi-ku. Yo shundan haymi qilib turadi-ku. Yo yoshlar janjal, ovozimiz chiqmasin. Domla eshitib qolsa, domlaning oilasi eshitib qolsa nima bo'ladi deydik. Shuning uchun aytadilarki, iloji olim yashaydigan mahallaga ko'chib keling. Shu yerdan uy-joy qiling. Agar olim yashamaydigan mahallada yashasangiz, bir olimni ko'chirib keling yordam qilib. Agar uni ham uddasidan chiqmasangiz, bu mahalladan ko'chib keting deydilar. Tushundingizmi? Ya'ni har bir mahallada, har bir mehnat jamoasida haqiqiy olimlar, riyokor olimlar emas, soxta olimlar emas. Tinimsiz o'z ustida ishlab, g'ami oilasidan ham ko'p jamiyat bo'lgan, g'ami oilasidan ham ko'p mahalladoshlari bo'lgan. G'ami oilasidan ham ko'proq vatandoshlari bo'lgan insonlar ko'paysa, jonmardlar ko'paysa,
ular u jamiyat 5 yil, 3 yil, 10 yil, 50 yil sekin bo'ladi. Eng qizig'i, biz o'zbek jamiyati uchun, O'zbekiston uchun bu juda katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Masalan, o'tgan kunlarda Otabekni otalari Yusufbek hojini obrazini bir ko'z oldingizga keltiring. O'zi Qodiriy domla aytadilar. Dastlabki kitoblarda yozganlar. Men xohlardimki, meni millatdoshlarim kelajakda o'tgan kunlarda kamida 5 marta o'qisa, umri mobaynida. Bu bir marta o'qib qo'yiladigan kitob emas u. O'tgan kunlarda bir o'qiysiz, yoshligingizda o'qisangiz, u yerdagi sevgi, muhabbat, ehtiros shu bilan bo'lib qolasiz. Ikkinchi marta o'qigandan keyin oila institutini ko'rib boshlaysiz. Uchinchi marta o'qisangiz siyosatni ko'rib boshlaysiz u yerda. O'sha davr siyosatini ko'rib boshlaysiz. Shuning uchun hozir adabiyotchilarda shunday yo'nalishlari, shunday adabiyotchilar borki, alohida guruhi borki, filmdagi bosh qahramon Otabek emas, Yusufbek hoji deyishyapti. Yusufbek hoji bilan bog'liq voqealarni bir eslang. Qanday oila tuzilyapti? Qanday vazminlik bilan davlat ishlariga aralashuv, oiladagi ishlarga aralashuv. Juda u yerda nozik masalalar ko'p. Endi alohida mavzu. Shuning uchun bugun shunchaki bu masalalarga to'xtaldik, lekin bu loyihalar amalga oshsa, o'zi hayotda universitetlar, zamonaviy universitetlar hozir yangi darajaga ko'tarildi. Universitet 4.0. Biz shunga qarab boramiz. Nima degani bu? Buni oddiy xalq tilida tushuntirsak, universitet endi faqat bakalavrni chiqaradigan, bakalavr ta'lim beradigan, o'qitadigan muassasa emas bu. Bu davlat va jamiyat ishini ko'p ishlariga aralashadigan. Masalan, Surxondaryoda joylashgan Termiz davlat universiteti Surxondaryodagi hududdagi iqtisodni tahlil qilib berish kerak. Mana bunaqa ijtimoiy masalalarni tahlil qilib berish kerak. Ekologik vaziyatni tahlil qilib berish kerak. Qishloq xo'jaligini qilib berish kerak. Infratuzilmani qilib berish kerak. Oldindan viloyat rahbariyatiga mujdalar berish kerak. Tayyor materiallar berish kerakki, agar biz mana bu masalani hal qilmasak, 5 yildan keyin mana bu ahvolga kelib qolamiz. Uning uchun tinimsiz o'qish kerak, dunyo tajribasini ko'rish kerak yoki boshqaruvga yordam berish kerak. Boshqaruv maktabi ochmoqchimiz. Biz Termiz universiteti huzurida boshqaruv maktabi ochmoqchimiz. Ya'ni rahbarlar tayyorlaydigan. Bunga salohiyat bor. Endi bu yerda o'zimizda salohiyat bormi yo'q? Kimdir avvalo oldin talabangni ebla deydiganlar ham bo'ladi, ko'rganlar. Lekin biz hozir Yevropadan ham o'qituvchi trenerlarni olib kelib tahsil berdira olamiz. Toshkentdan ham, rivojlangan Osiyo davlatlaridan ham. Mayli, kimningdir nazdida biz ebla olmasligimiz mumkindir, lekin biz manaman degan professorlarni haq to'lab olib kelib shu narsani yurib, maqsad xohish bo'lish kerak odamda. Yuzakichilik, ko'z-ko'z qilish emas, haqiqatan shu hali Roosevelt aytgan-ku, o'sha buyuk depressiya vaqti 1929-33-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti juda qattiq inqiroz bo'lganda, shunda depressiya, umuman na pul bor, na non bor yeyishga, na ish o'rni bor. Hamma tomon ayanchli ahvolda bo'lganda bittagina murojaat qilgan ekan. Nimadir qilinglar, Amerika to'xtab turmasligi uchun. Ya'ni har kim o'zini o'rnida nimadir qilsin, men o'z o'rnimda qilmoqchiman. Mana shunaqa loyihalar e'lon qilib, xorijdan ekspert, aqlim yetmagan, bizni salohiyatimiz yetmagan sohalarga xorijdan olib kelish imkoniyati bor-ku hozir. Hozir oliy ta'lim muassasalariga prezident juda ham katta sharoitlar qilib berdilar. Ishla deyaptilar-da, hammang o'zingni ishingni qilgin deyaptilar hozir. Shuning uchun o'ylab ko'ring, Angliyadan trener keldi, Rossiyadan trener keldi, Yaponiyadan, Koreyadan trenerlar keldi, 2 oy o'qitib ketdi. Bo'ladimi? Shuning uchun universitet 4.0 degani faqat talabalarga dars berish, tahlil emas, endi kurslar ko'payishi kerak. Pazandalik kursi ham bo'lishi kerak, boya aytgandek otalar kursi ham bo'lishi kerak, kelinlar kursi ham bo'lishi kerak. Iqtisodiy kurslar, rahbar, lider chiqaradigan kurslar, notiq chiqaradigan kurslar. Bu yerda talaba ham o'qish kerak, atrofdan kelib ham o'qish beraman. Bu mana shunaqa hayot bo'lishi kerak. Universitetda bir burchagida ishlab chiqar, texnoparklar ishlab yotish kerak. Korxonalarni inkubatsiya qilib yaratib chiqarib beraverish kerak. Soliq to'lovchini ko'paytirish kerak. Bugun olimlar o'zini g'oyalarini agar shu yo'lga ishlatmasa agar, ezgulikka ishlatmasa agar kuchini, bu boshqa narsaga ketib qoladi ertaga. Uni muhokama qiladi, buni muhokama qiladi va hokazo. Loyihalarga o'tirib pul topib, mana shunaqa jamiyatni kuniga yarash kerak. Jamiyatni oldinga tortish kerak, yurish kerak. Chunki dunyo juda shiddat bilan ketyapti. Taraqqiyot juda shiddat bilan ketyapti. Yangiliklarni
o'zlashtirib ulgurmayapmiz biz hozir. O'zlashtirib ulgurmayapmiz. Vaholanki o'sha yangiliklarni bizni olimlar ham qilishi kerak. Ham qilyapti ham. Kam. Bunday qobiliyatli millat, bunday qobiliyatli yoshlari bor davlatda hozirgidan ko'ra jadal ishlash kerak. Chunki yo'l ochib berdi davlat. Texnopark qilmoqchimanmi? Mana startap korxona ochmoqchimanman. Hamma qonunchilikdan sharoit bor. Lekin biz avvalgi dangasalikdan, avvalgi boqimandalikdan chiqishimiz juda ham qiyin bo'lyapti. Masalan, hamma ham birdek emas. Men tanqidlarim to'g'ri tushunish kerak. Men o'zimiz misolimizda gapirishga o'rganganman doim. Masalan, Toshkentda yo Vodiyda juda jadal ketayotgandir qaysidir sohada ishlar. Men o'zimizdagi sohalarni rivojlantirish bo'yicha mana shunaqa muammoli vaziyatlar bo'yicha hozir ming rahmat viloyat hokimimiz, viloyat rahbariyati, huquq tartibot organlari viloyatdagi bu borada hamkorlik qo'llab-quvvatlash juda yuqori darajada. Shuning uchun tashabbus ham yuqori darajada.